Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi dam olish kunimiz barchaga xayrli bo'lsin. Mana bugun ozgina qo'limiz bo'shab qolgan ekan. Mijozlarimiz talablariga binoan yangi kelgan daraxtlarimizni Plerandra nomi tuvalarga joylashtirib qo'ydik. Endigi navbat mana Kamilaga. Kamilani ham eng kattasi. Narxini ham qiziqasizlar. Narxi 500 ming so'm. Plerandrani narxi 380 ming so'm atrofida. Endi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz paxira daraxtimizni, eng katta paxira daraxtimizni katta tuvalarga joylashtirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Endi buni boshlashdan oldin har doimgidek tagiga pul joylashtirib olamiz. Punkt vazifasi drenaj vazifasini o'tab beradi. Mana ko'rib turganingizdek punkt soldik. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu katta daraxtlarni qanaqa turpoqda ekkan ma'qul deb. Bu katta daraxtlarni tomiri ham, ildizi ham katta bo'lgani uchun oddiy mahalliy nam ushlaydigan turpoqlarga ekkanimiz ma'qulroq bo'ladi. Sababi nima uchun desangiz, bularning tomiri katta, namlik ushlab qolish uchun oddiy turpoqdan foydalanamiz. Oddiy turpoq deganda o'zimizni adat turpoq emas bu. Har doim ishlatadigan o'zimizni qorishmamiz. Lekin bu kislitni torf ham emas. Anavi kokosli torf ham emas bu. Biz oddiy o'zimizni mahalliy chirindimiz. Shulardan foydalangan holatda hozir birgalikda ekib ko'rsatib beramiz. Qani bismillah. Mana ko'ryapsizlar paxira daraxtimiz kattaligini. Jonivor buni. Og'irligi ham normal ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham baquvvat tomirlari. Hozir shuni ekishlarga ko'rsatib beramiz. Bismillah. Asosiysi bu katta daraxtlarimizni markazga joylashtirish. Sababi agar bu markazga joylashmasa, kattaligini hisobiga xunuk bo'lib qoladi. Bismillah. Buni katta daraxtlarni ko'chirishda ba'zilar aytadi, tomirini xomini buzib yuborish kerak deydi. Yo'q, u xomini buzib yuborish xato hisoblanadi. Sababi har qanday o'simlik tomiri o'zini tomiri bilan kelgan xomini buzib yuborsangiz, tomiri shabadalab o'ziga kelishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya, xomini buzmaganinglar ma'qul. To'g'ri, biz dehqon bo'lganimiz uchun mana bunaqa narsa bizga ep kelmayapti. Shuning uchun qo'limizdan foydalanyapmiz. Kommentariyada o'zingizlar fikringizni bildirib ketinglar, qaysi bir qulayligi haqida. Hozir buni ekib bo'lgandan keyin umumiy holatda bitta ko'ramiz. O'zingizlar bahoylarni berasizlar. Bu paxira daraxtimizning narxi 550 ming so'm. Juda ham chiroyli holatda kelgan. Endi bunchalik qilguncha qanchalik mehnat bo'lishini o'zingizlar tasavvur qilinglar. Qani bismillah. Ya Alloh. Qani ko'ringlarchi endi qanaqa holatda joylashdi ekan. Bu oq tuvaylar har qanday gullarda sifatini yana ham oshiradiki, mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli holatda. Xuddi chet el Xitoy atmosferasini beryapti. Endi Kamilalar o'zgacha mavzu. Kamila endi paxirani oldi, bolacha bo'lib qoldi. Kamilani ishqibozlar bizdan xafa bo'lmaysizlar. Kuninglar xayrli o'tsin.